Tushda zina ko'rishning ta'birlari. Tushda ko'rilgan zina ayol uchun qiz farzand, erkak uchun ayol va qizdir. Tushda zinasi kattalashganini ko'rgan ayol boyiydi yoki ko'p qiz tug'adi. Erkak tushida ko'kragi kattalashganini ko'rsa, qizli bo'ladi yoki xotini tomonidan meros oladi. Balog'at yoshidagi qiz shunday tush ko'rsa, tez orada turmushga chiqadi. Kichkina qiz va keksa ayol uchun shunday tush o'lim yoki qisqa umrni anglatadi. Zinasida jarohat borligini ko'rgan kishining bolalaridan yaxshilik chiqmaydi. Sinalaridan biri kam ekanini tush ko'rgan kishining qizlaridan biri vafot etadi. Sinada sutning ko'pligi boylik va farzandning ko'p bo'lishidan dalolatdir. Tushda ko'rilgan sina ko'pincha qiz farzand deb ta'bir qilinadi. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.